Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga foydali ma'lumotlar berishda yana davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz qanaqa bo'ladi? Masjidlarda hozirgi kunda tahoratxonalarga kirsanglar, bitta jo'mrak orqali iliq suv tushish tizimlari bo'yicha bo'ladi. Shu iliq suv tushish tizimiga yo'liga nima narsalar qo'yish kerak, nima narsa qo'yilsa to'g'ri bo'ladi, nima narsa qo'yilmasa noto'g'ri bo'ladi. O'shalar bo'yicha to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xudo xolisa bu video orqali yangi qurilayotgan masjidlarning tahoratxonalarida qilinishi kerak bo'lgan tizimlarni xudo xolisa usta akalarimizga ko'rib foydalanishsa yana ham xursand bo'lamiz. Unda biz boshladik. Mana mana shu tizimni sxemasini chizib qo'yganmiz. Mana mana shu sxemada birinchi bu yerda kotol qo'yamiz. Kotol orqali boiler isityapmiz. Bizda asosiy issiq suv ishlab chiqaruvchi bakimiz bu boiler hisoblanadi. Boilerdan issiq suv chiqyapti, ya'ni podacha chiqyapti. Podacha chiqib turib, bundoq kelib turib, alohida bitta turib xodovoyga ulanyapti. Ya'ni bu yerda turib xodovoyimiz qanaqa turib xodovoy desanglar, mana bunaqa qo'limdagi turib xodovoy. Buni ko'pchilik biladi, ko'pchilik usta akalarimiz bu ani servo motorli turib xodovoy hisoblanadi. Suv o'tkaza olish teshiklari juda ham katta buni. Mana mana shunga turib xodovoy qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin bu turib xodovoyga yo'liga nima qo'yiladi? Ustidagi mana motoriga ahamiyat berishinglarni xohlardim. Bu motor, bu oddiy motor hisoblanadi. Prosta motor. Lekin bunaqa motor qo'yilmaydi-da, ustiga mana bunaqa motor qo'yiladi. Buni endi hozir qotiradigan qismlari bor. Qotiradigan qismlarni biz qo'yib ko'rsatmayapmiz. Bu mana shu qo'limdagi servo motor, buning ichida o'zini maxsus kontrolleri bor. Ya'ni mana shu turib xodovoy, mana shu turib xodovoy bizga chapishtirib berayotgan suvni haroratini mana shu qo'limdagi motor o'zi sezgan holatda, o'sha mana bu joyidan NTC kabeli bor o'zini. Mana shu NTC kabeli issiq suv chiqish yo'liga tiqib qo'yiladi, gilza qilib turibdi. O'sha turib xodovoyga motorini kerakli anaqada gradusda o'zi ochib, o'zi yopadi. Ustida mana shunaqa o'zida kontrolleri bor, turib xodovoy kontrolleri bor, servoprivoddan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi turib xodovoyni o'rnatyapmiz. Turib xodovoyni o'rnatyapmiz. O'rnatganimizda biz bir marta mana shunaqa turib xodovoy o'rnatganimizda qilgan xatoyimiz bor. Qanaqa xato? To'g'risi endi hammamiz insonmiz, inson bo'lgandagi xato qilamiz. Mana shu turib xodovoy bo'lsa, mana shu orqa tarafdan buni tushuntiraman. Mana shu turib xodovoy bo'lsa, turib xodovoyga bir tomondan issiq suvni kirgizib, bir tomondan sovuq suvni kirgizdikda, o'rtasidan iliq suv olishga harakat qildik. O'rtasidan iliq suv olamiz deb reja qilgan edik, lekin buni ichidagi tilini, ya'ni buni ichida bunday burib beradigan o'zining tili bor. O'sha tilini biz 90 gradusga ochilishini hisobga olmaganmiz. 180 gradusga ochiladi deb o'ylab, biz issiq suvni bir tarafdan, sovuq suvni bir tarafdan kirgizib, o'rtasidan iliq suv olamiz degan reja qilgan edik. Lekin amalda ichidagi tili faqat 90 gradusga ochilib yopilgani uchun bizga xohlagan natijani bermadi, ya'ni iliq suv ola olmadik. Keyin bo'lsa, shu turib xodovoyni o'zini qoidasida bir tarafidan, misol uchun, xohlasangiz bu tomondan issiq suv, bu tomondan sovuq suv olib kirsangiz bo'ladi, yoki bu tomondan issiq suv, bu tomondan sovuq suv olib kirsangiz bo'ladi. Faqat bu tomondan iliq suv ola olasiz. Mana shunaqa tartibda ishlatgan edik, o'zimizga kerakli natijani oldik. Faqat buni yo'liga maxsus yana o'zini обратный klapanlarini o'rnatdik. Mana hozir rasmda ko'rib turganingizdek turib xodovoy qo'yilyapti. Bu tomondan issiq suv kelyapti. Bu tomondan sovuq suv chiqyapti. Issiq suvni turib xodovoyga kirishiga bitta alohida обратный klapan qo'yilyapti. Sovuq suvni ham o'rtadan kirishiga alohida bitta обратный klapan qo'yilyapti. Обратный klapan nimaga yordam beradi? Xo'p, обратный klapan agarda issiq suvdan kelayotgan suvni bosimi sovuq suvga nisbatan baland bo'lsa, sovuq suvni itarib yuboradi-da, tizimda baland haroratli issiq suv aylanib qolishi mumkin. Agarda sovuq suvni bosimi issiq suvga nisbatan baland bo'ladigan bo'lsa, issiq suvni orqaga itarib, tizimda sovuq suv aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun turib xodovoyga kirayotgan issiq suv, sovuq suvni yo'liga alohida обратный klapan qo'yib turib, bosimi bir-biriga ta'sir qilmaydigan qilib qo'yish kerak. O'shanda turib xodovoyimiz to'g'ri ishlaydi. Endi bu turib xodovoyimizni o'rnatdik. Turib xodovoyga o'zini alohida mana bunaqa NTC kabelini o'sha bu yoqdan iliq suv chiqayotganini yo'liga trayni qo'yib turib, ichiga gilza qo'yib, gilzaning ichiga buni tiqib qo'yamiz.
Gilzani ichiga buni tiqib qo'yamiz. Tiqib qo'yganimizdan keyin mana shu NTC anaqa NTC kabeli bu motorga o'zi komandani beradi. O'zi haroratni belgilab turadi. Keyin mana shu tizimdagi suv aylanib turmasa, tizimda iliq suv hosil bo'lmaydi. Bu tizimdagi suvimiz aylanib turishi uchun buni aylantirib olib kelib boylerimizni obratga qismiga olib kelib ulab qo'yamiz. Bu yerda o'zi maxsus resirkulyasionniy nasos issiq suvni aylantirib turadi. Boylerimizga iliq suv kiradida, bu yerda yana chapishib qaynoq suv bo'lib chiqadi. Qaynoq suv bo'lib chiqqandan keyin bu yerda yana sovuq suvga aralashib, tizimda yana iliq suvga aylanib olib, iliq suv yana aylanib boylerga kirib ketadi. Shu tartibda tizim bizada ishlaydi. Bu narsa ertaga nimaga yordam beradi? Misol uchun, men bir xil to'xratxonalarda haligacha yangi qurilgan bo'lsa ham, alohida issiq suv, alohida sovuq suv olib chiqishyapti to'xtat qiladigan joylarga. O'shunaqa joylarda foydalanuvchi kelib turib, to'xtat qilmoqchi bo'lsa, jo'mrini ochib, iliq suv tarafga burab yoki sovuq suv tarafga burab, to o'ziga kerakli haroratni suvni topmagungacha ma'lum bir miqdorda suv uvoliga olib keladi bu narsa. Endi bilasizlar, masjidlarda juda ham ko'p inson to'xtat uchun kiradi. Bu narsa katta miqdorda hisoblaydigan bo'lsa, juda katta miqdorda ortiqcha suv sarfiga olib keladi. Shuning uchun to'xtatxonalarda hozirgi kunda mana shu suv taqsimligi bo'layotgani uchun, ya'ni suv kamayib borayotgani uchun ichimlik suvi iloji boricha iliq suv ishlab chiqarish tizimidan foydalanishingizni maslahat beraman. Endi bu tizimimizda ba'zi birlar mana bunaqa turib xodovoylardan foydalanishyapti. Ba'zi bunaqa oddiy mexanический turib xodovoylardan foydalanishyapti. Biz unaqa joylarni ham ko'rdik. Bunaqa mexanический turib xodovoylardan foydalanmaslikni maslahat berardim. Sababi bularni mana bu ham misol uchun mexanический, o'zida termogolovkasi bor turib xodovoy, mana bo'lsa, o'zida termogolovkasiz, bu yerdan issiq suv, bu yerdan sovuq suv kirib, iliq suv chiqadi. O'zini mana raqamlariga qarab burab turib, o'ziga kerakli haroratni belgilab qo'yadigan turib xodovoy hisoblanadi. Nimaga biz bulardan foydalanmasligimiz kerak? Sababi biz har gal boylerdan issiq suv olib, iliq suv qilib olib foydalangan paytimizda yangi tashqaridan sovuq suv kirish kerak. Yangi sovuq suv kirganda boyler ichiga o'zi tizimga yangi tuzlarni, yangi minerallarni ichkariga olib kiradi. Ichkariga olib kirganida bu turib xodovoylarni suv o'tkaza olish kanallari, ya'ni suv o'tkaza olish yo'laklari juda ham tor. O'sha joylarga tuzlar, har xil minerallar yig'ilib, bu turib xodovoyimizni bo'g'ib qo'yadi. Bo'g'ib qo'ygandan keyin juda ham kam miqdorda suv o'tkazadi. Undan tashqari bu turib xodovoyga o'zi suv o'tkaza olish imkoniyati mana bu servo motorli turib xodovoyga nisbatan juda ham kam. Agar siz bu turib xodovoydan foydalansangiz, buni suv o'tkaza olish yo'laklari juda ham katta. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, teshiklari juda ham katta. Bu uncha-munchaga to'lmaydi. Yana buni ustida maxsus o'zini kontrolleri bor motori turadigan bo'lsa, juda ham komfortniy gradus olish imkoniyatini beradi bizga. Endi yana bu videoyimizda hozirgi kunda ishlab turgan joylarimiz bor, obyektlarimiz bor. Ayniqsa mana masjid misolida ko'rsatdim. Aynan masjidga qo'yilgan joylarida ishlab turgan joylari bor. Videoyimiz davomida masjidga borib turib, o'sha yerda ishlayotgan joydan ham sizlarga video qilib ko'rsatamiz. U yerda endi boyler yo'lligi uchun солнечный kollektor orqali issiq suv olib turib, to'xtatxonaga iliq suv qilish tizimini qilib berganmiz. Mana shu videoyimiz davomida mana shu NTC kabelli gilzaga tiqadigan joyimiz bor. Mana shu gilzaga tiqish jarayoniga ham ahamiyat berishinglarni so'rardim. Pauzani bosib turing. Qo'limda mana gilza turibdi. Bu gilzani mana bu tomoni uchi yopiq, bu tomoni ichiga sim tiqiladi. Mana shu gilzani trayni qo'yib turib, shuni yo'liga tiqib qo'yiladi-da. Bu gilzani ichiga keyin mana bu NTC kabelimiz tiqib qo'yiladi. Ichiga tiqib qo'yib, keyin gilza qiziydi-da, gilza qizib turib, keyin bu sim ichidagi simga haroratni belgilaydi. Endi ba'zi bir joylarga boryapmiz, mana shu gilza traynining ichiga qo'yilganda,
iloji boricha trayning mana shu T qismiga borib ichki devoriga tegib turish kerak. Iloji boricha kirib turish kerak. Mana shunaqa ko'p kirib turish kerak. Bunaqa o'rnatishmayapti-da, orasiga zazor berib, mana bunaqa o'rnatib qo'yishyapti, mana. Mana bunaqa qilib o'rnatib qo'yishyapti. Gilza ichkariga kirib turmayapti. Kirib turmaganning hisobiga bu gilza haroratni his qilishi juda ham qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun gilzani o'rnatayotganda trayningning ichiga iloji boricha ichkariga kirib taqalib tursin gilzamizni. Suvning o'tishiga unaqa katta ta'sir qilmaydi bu gilzamizni ichidan aylanib o'tishiga, oqib o'tishiga suvimizga, lekin haroratni yaxshi sezadigan bo'ladi. Yana bir marta assalomu alaykum. Hozir mana Yashnobod tumanida joylashgan Go'zal jome masjidiga kelganmiz. O'sha videoni boshida aytganimizdek, Turuq Xodovoy bo'yicha berilgan ma'lumotlarni bu yerda hozir amalda qanaqa ishlayotganligi, qanaqa qo'yilganligini sizlarga ko'rsatamiz. Bu joyga ham biz quyosh orqali issiq suv ishlab chiqarish tizimlarini qilib berganmiz. To'xratxonaga video davomida bularni ham ko'rib ketasizlar. Mana hozir to'xratxonaning tom qismiga chiqib qolganmiz. Ko'rib turganingizdek, ikkita sondochli kollektor qo'yilgan. Ikkovi ham 300 litrli naporniy model hisoblanadi. Demirtang brendidan. Xo'p, bu sondochli kollektorlarimizni o'rnatayotganimizda avvalambor ahamiyat berishinglarni so'rardim. Tegidagi ramasiga. Ko'p joyda mana shu ramani yasashmaydi-da, shuni tomni o'ziga qo'yib ketishadi bir xil joylarda. Tomda bu uklonda qiyshib turgan holatda qo'yib ketadigan bo'lsa, ichkarida o'zin trubkasi bor, u trubkasi qiyshayib ketadi. Shuning uchun birinchi bo'lib turib, shu tomda quyosh tushadigan tomonni yaxshilab aniqlab turib, keyin o'shanga qaratib qo'yish kerak bo'ladi-da. Alohida mana bu ramasini yasash kerak bo'ladi. Bizda bu yerda rama juda katta profildan yasaldi. Sababi bizda mana bu tomimizning o'zini karkasida ham taxtalarning orasiga, o'sha taxtalarning ustiga tushishi uchun kattaroq, uzunroq profil qo'yib turib, keyin mana shu holatda yasab turib, keyin ustiga o'rnatdik sondochli kollektorimizni. O'sha shuni qo'yayotgan ustalarimiz iloji boricha buni tegidagi yasaladigan ramasiga juda kuchli ahamiyat berishligi kerak. Ertaga bir xil tomlarga qo'yib ketishyapti. Mana bu shamol bo'lganda, shamolda ham qimillab ketayotgan joylari bor-da. O'shaning uchun yoki yani ozgina kuchli yomg'ir yog'sa yoki kuchliroq qor yog'sa, suv o'tib ketayotgan joylari ham bor-da. O'sha qotirayotganda ham iloji boricha germetikalarga ahamiyat bersanglar, juda ham yaxshi bo'ladi. Endi bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, biz buni stiklovatadan foydalanganmiz, izolyatsiyasida. O'zi ichida kauchuk izolyatsiya bilan o'ralgan, ustida yana alohida stiklovata bilan o'ralib, alyumin skoch o'ralgan. Endi bu yerda mana stiklovatasini bir xil joylar chiqib turibdi. Mana paxtasi biz oddiy kauchukli izolyatsiyadan foydalangan joylarimizda anaqa ba'zi bir qushlar kelib anaqa izolyatsiyani cho'qib tashlayapti-da. Cho'qib turbasigacha ochib qo'yapti-da. Shunaqa joylar bo'ldi. Stiklovata o'ralgan joylarda bunaqa holat qaytarilmayapti. Shuning uchun biz oddiy turba izolyatsiya kiygizganimizdan keyin ustiga ko'p joylarda stiklovata o'rab chiqishni afzal deb bilyapmiz. Bu yerda mana tizimimizda bypass holatda ulangan. Misol uchun, mana bu sondochli kollektorda muammo bo'lib qolsa, bunisini o'zini yoqib ishlatish mumkin. Agar bunda muammo bo'lib qolsa, ikkinchisini yoqib ishlatish mumkin. Undan tashqari, agarda bu sondochli kollektorimizning o'zini ichidagi suvni issig'i, ya'ni quyosh orqali isigan issig'i kuchi yetmay qolsa, pastda kontrollerlar qo'yilgan. O'sha kontrollerlarning ichidagi tin, buning ichidagi suvni harorati tushib ketib qolsa, avtomatik yonadi-da, yonib turib yana issiq suv yetkazib berishni ta'minlashni boshlaydi. Tellarimizda bo'lsa nimadan ishlaydi desanglar, masjidimizda bu katta tom qismida alohida fotoelektritskiy panellar qo'yilgan, ya'ni elektr energiya ishlab chiqaradigan panellar bor. Ular orqali elektr ta'minotidan foydalanib, o'zidagi tenni ishlatib, suvni isitib berishni ta'minlab bera oladi. Endi bundan kelayotgan suvni issig'i yoz oylarida, mana shu o'rta qish anaqa oylarida, mana masjidimizda foydalanish kam bo'lib ketgan paytlarda juda ham kuchli issiq suv tushadi, juda ham qaynoq issiq suv tushadi. U tushgan qaynoq issiq suvni biz pastda Turuq Xodovoy orqali muzday suv bilan chapishtirib, iliq suv tizimini hosil qilganmiz va hozir uni pastda sizlar bilan ko'ramiz. Mana hozir sizlar bilan biz kichkina bitta uzilni oldida turibmiz. Bu qilingan tizim, vaqtinchalik qilingan tizim. Sababi hozir bizda bu yangi to'xratxonamizning orqa devori bo'lsa, yoniga yana eski to'xratxona bo'lgan o'sha paytda o'tga ichkarida keyinchalik buzilishini hisobiga bu yerga временный qilib turaylik, keyin ko'chiramiz deyilgan. Hozir bu ko'p turgan tiziminglar o'zi o'ylamanglar, bu yerda qolib ketmaydi, keyinchalik alohida konteynerga ko'chadi. Avval shu bo'yicha gapiray deb aytdim. Endi bo'lsa, nima bu yerda qanaqa tizim qilingan? Mana Turuq Xodovoyimiz turibdi. Bu yoqdan
sovuq suv kelyapti. Sovuq suv kelib turib trubkadovoyga ulanyapti. Yo'lda обратный klapan bor. Bu yoqdan mana bu truba orqali qaynoq issiq suv tushib kelyapti bizaga. Qaynoq issiq suv tushib kelyapti-da, bu yoqqa trubkadovoy o'rtasidan kiryapti. Boshida biza trubkadovoyni bosh videoda tushuntirganimdek bunaqasiga qo'yib qo'ygan edik. Ya'ni trubkadovoyni ikki chekkasidan issiq suv bilan sovuq suv kelib turib, o'rtasidan iliq suv olamiz degan bizada nazariya bor edi. Lekin ichidagi tilini faqat 90 gradusga ochilishini esdan chiqarganmiz bunaqa vaziyatda. Shuning uchun trubkadovoyni положениясini keyin boshqatdan o'zgartirdik. Anaqani sovuq suvni bu tomondan kirgizadigan qilib, issiq suvni bu yoqdan qiladigan qildik. Mana endi hozirgi holatda trubkadovoy yaxshi ishlayapti. Trubkadovoy ham o'zida ichida kontrolleri bor trubkadovoy, NTZ kabeli bor o'zida. Buni o'sha tiqib qo'yib turib, ichkaridan qanaqa suv haroratli o'tayotgan bo'lsa, o'sha narsani ko'rib tura olamiz. Endi bizada issiq suvni aylantiradigan nasosimiz bor. Mana shu nasos hozir solnechniy kollektori baklaridan suvni aylantirib, to'xratxona bo'ylab aylantirib yurgan nasos. Lekin bu hozir bizada doimiy ishlamaydi. Bizada o'zi taymerimiz bor. Taymer orqali aynan namoz vaqtlarida issiq suvni aylantirib, bizga issiq suv tayyorlab turadi. Maqsad solnechniyni kollektori sovib qolmasligini ta'minlash. Chunki bizada hozir o'tki split model qo'yilmagan, oddiy model qo'yilgan. Naporning oddiy modeli, u modelda issiq suv aylantirishga, doimiy issiq suv aylantirishga mo'ljallanmagan. Shuning uchun taymerning relay orqali anaqasini ta'minlab qo'yganmiz, nasosni o'chib yonishini, issiq suvni aylantiradigan nasosni. Mana shu holatda bizada hozir xudo xolisi, mana hozir sizlarga videoda ko'rsatish uchun men relayni primoy tok o'tkazadigan funksiyasini yoqib qo'ydim-da. Hozir danli moment tepaga chiqib bitta kontrollerni ham ko'ramiz. 28 gradus уже olib kelishni boshladi. Bu yoqdan faqat issiq suvni olib kelyapti hozir bu. Mana bu sovuq suv tomonidan ochmayapti. Faqat issiq suvdan olib kelyapti. Chunki hozir tepada kontrollerimiz ham bor. Kontrollerga chiqib qaraganimizda solnechnigimizda 31-32 gradus issiq suv bor ekan. Uni ham hozir ko'rsatamiz qo'yilgan joyini. Amalda hozircha tizim shunaqa holatda ishlayapti. Sizlar mana shu qismiga ahamiyat berib turib yaxshilab qo'yarsanglar, xudo xolisa, qolgan joylari oddiy, sodda qilingan holatda bituradi. Mana hozir solnechniy kontrollerlarimizni oldida turibmiz. Bittasida harorat 32 gradus, bittasida 37 gradus bo'lib turibdi. Bu 37 gradusli suvda bemalol odam cho'milsa ham bo'ladi. Shunaqa haroratli suv hozir tomda bor. Soat 9 bo'lganda hozir tepada 38 gradusli suvimiz bor. Endi bu qanaqa ishlayapti desanglar, nimaga bittasi suv harorat pastroq, bittasi balandroq desanglar, birinchi bo'lib turib mana shu solnechniy o'tda ikkita-ku qo'yilgani. Birinchi bo'lib turib buning ichiga muzday suv kirib, bundan chiqib turib, keyin bunga kiradi, keyin bundan chiqib foydalanuvchilarga ketadi. Tepada xuddi shunaqa qilingan. Ikkala bakda ham suvning oqimi bir xilda bo'lishi uchun birinchisida suv birinchisiga kiradi, ikkinchisidan через bypass o'tadi, o'tgandan keyin undan ikkinchisiga kirib turib foydalanuvchiga ketadi. Xullas, ikkala bakimizga ham suvning nagruzkasi bir xilda tushadigan qilingan, hamda yaxshiroq issiq suv olishimiz uchun, qaynoqroq issiq suv olishimiz uchun birinchisiga kirib turib, birinchisidan ikkinchisiga o'tishini ta'minlab qo'yganmiz. Mana hozir ko'rib turibsizlar, to'xratxonalarda bitta jo'mrayli smesителlar qo'yilgan. Ochishimiz bilan iliq suv tushishi bu yerda ta'minlangan. Endi ba'zi bir joylarda ham issiq suv ham sovuq suv chiqariladi, to foydalanuvchi o'ziga iliq suv qilgungacha qanaqadir miqdorda suv oqib uval bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, hammaga tavsiya qilaman, mana shu quyosh orqali issiq suv olish tizimlarini masjidlarda joriy qilishni. Agar sizni mahallangizda ham masjid bo'lsa, o'sha masjidga solnechniy kollektor qo'ymoqchi bo'lsangiz, bizni bepulga o'sha joyga ketadigan bo'ladigan tizim hamda material xarajatlarini hisob-kitobini qilib beramiz. Bizga murojaat qilinglar, ishinglarni professionallarga topshiringlar.